Ushbu 5 ta mahsulotlarni farzandingizga bermasligingiz tavsiya etiladi. 5-o'rin shirinliklar va shokoladlar. Energiya yetishmovchiligi, tishlarga zarar va qaramlik. Bular sun'iy qo'shimchalarga boy qandolat mahsulotlarining asosiy xavflaridir. 4-o'rin muzlatilgan taomlar. Tez va qulay, ammo natriy konservantlari va zararli yog'lar bilan to'ldirilgan. Natija esa yuqori qon bosimi va ortiqcha vazn. 3-o'rinda margarin. Trans yog'lar bilan to'yingan, qon tomirlariga tiqilib, odamni insult qiladi. 2-o'rin qovurilgan tovuq. Qarsildoq va mazali, lekin yuqori haroratda qovurilgani hisobiga yog' zararli birikmalarga aylanadi. Yana un bilan qoplanganligi uchun tez semirtirib yuboradi. 1-o'rin gazli ichimliklar. Shirin yoki oddiy gazli, farqi yo'q. Gazlangan ichimliklar qand miqdorini oshiradi, metabolizmni buzadi va organizmga jiddiy zarar yetkazadi. Bularning qaysi biridan voz kechish farzandingizga qiyin bo'ladi? Izohlarda yozib qoldiring. Ushbu videoni